بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar va radio eshitgan do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xabarlar barnomasida xush keldingizlar. Bugun seshanba 19-yil Dalv oyining 22-si bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. O'lkaning xususiy sektori bir vija barnomada ushbu viloyatning volisi va ushbu viloyatning shorvoli va xadamot idoralaridan sitoyishnomalar bilan qadrdonlik etgan. Ushbu barnomada o'lkaning tijorat va sarmoyaguzorlik o'toqni buyrug'i necha tojir, xususiy sektorlarning numoyandasi va boshqa necha rasmiylarni huzuri bor edi. O'lkaning xususiy sektori bir vija barnomada ushbu viloyatning volisi Mo'la Muhammad Yusuf Vafoning talashlaridan tijorlarni qiyinchiliklarida yetishgani, iqtisodiy faoliyatlarda suhulat faroham etgani va boshqa necha talashlaridan qadrdonlik etgan. Marosim boshlig'ida o'lkaning tijorat va sarmoyaguzorlik o'toqining umumiy buyrug'i Said Karim og'o aytishicha, Balx viloyatining xalqi ushbu volning talashlarini shohidi degan. Ular hamchinon izofa etganki, ushbu shaharni shorvoli Hofiz Abdurrahmon Himmat janoblari ham ushbu shaharni yuzida ko'p tag'yirlarni keltirgan deb, shu uchun o'lkaning tijorat va sarmoyaguzorlik o'toqi va xususiy sektori Balx viloyatining volisi va ushbu viloyatning shorvolini rasmiy taqdir etgan. Marosim idomasida Balx viloyatining volisi Mo'la Muhammad Yusuf Vafo ta'kid etganki, Balx viloyatida bo'lishlari yakka hukumatdorlik kursida o'ltirishi emas, balki xalqda suhulat ijod etgan, ularni qiyinchiliklarida yetishib va oliy muqomda intiqol bergani ularni mas'uliyatlarini avlaviyatida degan. Yusuf janoblari hamchinon izofa etganki, mas'ullar Oliy qadr Amirul Mo'minin Hafizahullohning numoyandalari unvonida kecha va kunduz xalqning xizmatida bo'lsa deb aytganki, ushbu o'lka bir kishi yo bir guruhdan emas, balki barcha xalqning haqqi bor degan. Vafo janoblari so'zlarida aytganki, Oliy qadr Amirul Mo'minin Hafizahullohning hamishagi hidoyati buki, tijorlarni qiyinchiliklarda yetishilsa va xususiy sektorlar bilan o'lkaning peshraft va tavsiyasida bila ishlalsa degan. Ushbu barnoma oxirida o'lkaning tijorat va sarmoyaguzorlik o'toqining buyrug'i va xususiy sektorning numoyandalari hamkorligidan ishontirgan. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining gumruk idorasining rasmiylari bir yoshki Qur'oni Karimni qo'l bilan pashto tilida tarjima etgan edi, bir rasmiy marosimda taqdir etgan. Balx viloyatining gumruk idorasining rasmiylari ushbu iqdomni muhabbat, ixlos va ishq Qur'oni Karimda bilib, jamoada dini ruhiyasini taqviyatida arzishli degan. Balx viloyatining gumruk idorasining texnik omiri Mavloviy Shafaqatulloh ushbu iqdomni nek va xolisona talosh deb sitoyish etgan. یک نوید است برای تمام جهان اسلام، خصوصا برای افغانستان و به ملت غیور امارت اسلامی که تحت نظام پاک امارت اسلامی یا توانستند که اینمی انگیزه برشون پیش شده. Shu holda Qur'oni Karimni qo'l bilan bitgan kishi Homid ki 2 yilda pashto tilida bitgan ushbu iqdom hadafini Alloh Muteolining rizoyati unvon etib aytganki, ushbu iqdomni o'lkaning xalqini Qur'oni Karimda targ'ibi uchun anjom bergan. و این نشان میده که قرآن شریف فراتر از مرزهای اسلامی است. یعنی در هر جایی که یک مسلمان وجود داره اونا قلبا علاقه به قرآن دارن و پیام این است که اونا مثل که ظهور اسلام از عربستان شروع شد ولی فعلا تمام جهان و ریشه داره. همین قسم برای ما مسئولیت ما می است که پیام قرآن در هر جایی که باشیم در اونجا مثل یعنی پیش خود نگاه نکنیم، رو باید پخش و نشر بکنیم به عنوان مسلمان. Aytilishicha, ushbu barnoma mahalliy martabalarning huzurida barguzor bo'lgan va bu ham oxirlanchi xabar. Balx viloyatining aqvom va qaboil riyosati 2 oilaning o'rtadagi munozaasini hal va fasl bo'lganidan xabar bergan. Ushbu riyosatning aytishicha, ushbu idoraning buyrug'i Mavloviy Sardor Muhammad Muhammadining rahbarisida va o'limlar va qavmi buyuklarining hamkorligida bir oylik munozaani 2 oilaning o'rtasida Mazor Sharif shahrining Navobod mahallasida hal va fasl etgan. Ushbu munoza Roz Muhammad Valad
davlati Said Muhammad va Muhammad Nodir valadi Muhammad Zohir oilalik qiyinchiliklarni ustida ijod bo'lgan edi ki rasmiylar muvaffaq bo'lgan ushbu munozaning hal va fasl etsa. Balx viloyatining aqvom va qaboil riyosati munozaa hal etganini mushorakat shaklida muhim naqshi ijtimoiy sabotni ta'minida va hambastagini tahkimida bor degan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath و zufar inqilob, salom Afg'oniston, fath و zufar inqilob, salom Afg'oniston.